jonim, sengizman. Ha, keldim, seni jonim. Sizga takoy ko'zingizni yumib tursiz, telefon qilganman. Nima telefonda bular? Menga takoy podarka qilishdi buni. G'oyibidan. Ha, g'oyibidan berdi, men buni sotib. Oldingi safardagi. Ha, sotmoqchiman. Oxir men telefonchi bo'lib ketsam, hayron qolmang. Hisoblang, qani nima deysiz? Ishlatilganmi bular? Mana bu yangi ekan, ha? Biz ishlatilgan narsani ishlatmaymiz, yangi. Ochilmagan. Nech pulda olsiz buni? Telefon. Короче, bu 1,5 bu 508 2000 bering. 1,5 nech pul? 2000. Tekis qilib men unga boshqa ishlar qilaman, nimadirlar olaman. Yo'q, tushundim, lekin men bu 1,5 ming max qaysi sotilyapti? 50-60 dollar qo'ysilsa, ha? 420 430 sotyapmiz o'zimiz. Mana buni 490 500 sotyapmiz. Bo'pti, sekinga keldi, hisoblayvering. Xo'p, qarang. 450 ga, xo'p, 1350 beraman. Shunda nech pul bo'ldi? 1800 bo'ldi. Tekis 2000 ham emasmi? Yo. Bo'pti, aytganimdek g'oyibidan keldi, mayli, men boshqa narsalarga. Faqat keyin bitta duo qilib qo'yasiz bizani. Albatta, bevalar duosi o'tadi, davay, bering, sanaysiz. Imeykalardan o'tgan-ku? Albatta. Nobodo imeykasidan o'tmagan bo'lsa, meni chaqirsangiz bitta qarayman, men nima qilib o'zi o'tib Yo'q, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Adashib mana ikkita ketib qolsa-ya. Men shaqillatib ko'ring. Sana olaman-da. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Shamol kelyapti deb, prям mana sovuq kelsa ham mayli-da bundan. To'g'rimi? Barakasini bersin, charchamang. Duo qilaman. Amin. Ishlaringiz zo'r bo'lib ketsin. Bo'pti,